Nadir xayoling? Muallif Qulman Ochilov. Bilmaysizlarmi, Jabbor akani uyiga qanday borsam bo'ladi? Agronom Jabbor akachi? Assalomu alaykum. Voy, uzr, assalomu alaykum. Va alaykum. Jabbor aka deysizmi? Boshiga to'p qo'ndirgan qotmagin odam yonidagi 12-13 yoshlardagi qiyiq ko'zli o'spiringa qaradi. Jabbor agronom kim bo'ldi, o'g'lim? Polvon degichingiz emasmi deb shipshidi bola. Ha, Jabbor polvon demaysizmi uka? Do'ppili miyig'ida kulganday bo'ldi va ko'chaning tumanmi, changmi, yengil g'ubor qariga singib ketgan adog'iga tomon o'ng qo'lini cho'zdi. Shu yo'ldan tikka borasiz. Oldingizdan 2 qavatli magazin chiqadi. Bostirmasi to'la semon, taxta, tunuka. Shu imoratdan chap qo'lga yurasiz. Mana bu shag'al yo'l tugab, asfalt boshlanadi. 50-100 qadamdan so'g'in darvoza keladi, baland, ko'k darvoza. Yon boshidagi stolbaga katta xangi boylangan. Jabbor akangizni shu darvozadan topasiz. Xangi deysizmi? U nima, kuchukmi? Bola piqqa etib kuldi. Xangi eshakning erkagi, javob qildi otasi. Rahmat, chap qo'lini ko'ksiga tekizib qo'ydi yigit va ko'rsatilgan tomonga burildi. Quvgina ko'zlarini yigitdan uzmay turgan o'spirin otasiga ma'noli qaradi. Buning bir gapi bor-u. G'ubor ketib, yengil yomg'ir sepib o'tgan bulutlar orasidan siyqa tangadek kuz quyoshi mo'ralaganida yigitni bozorda ko'rib qolgan bola shubhasi to'g'ri chiqqanidan quvonib ketadi. Birov bilan urushadigandek hovliqib ketayotgandi, deydi otasiga. Xayoli joyida emasdi. Ana endi ahvolini ko'ring. Arzimaydi, dedi do'ppili kishi. Qani mehmonjon, tong qorong'usida buytib shashibgina yuribsiz. Tinchlikmi? Tinchlik, javob qildi istar-istamas mehmon. Keyin qo'shib qo'ydi. To'yga taklif qilmoqchi edim. Har kim o'z yo'liga ketdi. Gapidan Toshkentlikka o'xshaydi, dedi otasini yonida pildirab borayotgan bola orqasiga burilib qo'yarkan. Poyezddan tushgan. Nortuyadan qolishmas ekan. Ha, bu yurtning odami emas, oqqavoqqina. Poyezd o'tganiga 2 soatdan oshdi. Avval mol bozorga kiramiz. Etli, suyakli mol kamroq bo'lsa uyga shartda borib ho'kizni yetaklab kelasan. Akalaring yordam beradi. Xo'p, sarson qotgur 6 oyda xunini yedi. Paxsa devorini yomg'ir yuvib, usti pichoqning tig'iday bo'lib qolgan bozorga qoramol u qo'y echki sig'may ketgan. Tezagu qiy bosgan yerda oyoq bosadigan joy yo'q. Oluvchidan sotuvchi ko'p. Ota bola dallollarning gapiga quloq tutib, narx-navoni taxminlay ancha aylanib yurdi. Ozib-yozib bir bozor, uni ham yomg'ir buzar deb g'ingshidi kattasi. Nasib qilgani bo'ladi, dedi kichiga. Ha, enang seni gap uchun tuqqan. Akalaringdan bunday fikr chiqmaydi. Yil yaxshi keldi deb yana gaptolik qildi bola. Yem xashak molni qantarib boqish shart emas. Ota indamadi. Urushmasangiz, bir gapim bor. Gapiring, armonda qolmang. Ko'nglim sezib turibdi. Bugun ishimiz 5 bo'ladi. Ko'rasiz, 5 bo'ladi. Havoning zo'rligini qarang, ota, salqingina. Osmonga uchib ketkim kelyapti. Yo falak, bu nima deganing? O'g'il otasining tirsagidan ilkis tortdi. Bu, ana bu yoqqa qarang deganim, ota. Bola eshak bozor tomonga imladi. Bu kishim Toshkentdan to'yga taklif qilgani kelganmish. To'yga taklif qilasan-a? Buncha hovliqding. Eshak ishlab turgan mehmoningizga qarang. Ota anqayib qoldi. Yo falak. Jabbor polvonni hangisimi? Xuddi o'zi. Egar jabdug'i ham ustida, tekin tomoshani sezgan bolaning dimog'i chog' bo'lib ketgandi. Parosatdan ham bergan ekan. O'g'irlik molini sotayotgan joyini qarang. Boshqa bozorga olib borishga ham aqli yetmabdi. Tilingni tiy bola, balki sotib olgandir. Toshkentdagi joydan kelib, eshak furushlik qiladimi? O'g'irlagan. Ikkovlon
Qoramol arqonlagan odamlarni oralab eshak bozorga o'tdi va yigitni o'rab turgan tomosha ahlining o'rtasiga tiqildi. Bu yerda boshqa gap borov deb o'yladi ota. Jabborning eshagini Jabborning bozoriga solsa, qiziq. Toshkentlik yigitning bilagidan mahkam tutgan Ravshan Karnayning rang quti uchgan. Shang'illashi 7 chaqirim naridan eshitiladi. "Qani uka, hangini sotasizmi?" "Ha, sotamiz." "Qancha deyapsiz?" "O'zingiz qancha so'raysiz?" "Biz balki tekin olmoqchidirmiz." "Bu dunyoda tekin narsa bormi, amaki?" "Hangi seniki emas, o'g'irlik mol-ku." "Ha, o'g'irladim. Nima bo'pti?" "Oho, daming baland-ku. Balki bizning eshak bilan g'unajinni ham sen tinchitgandirsan. Xollining 20 ta boqmasini ham qo'shing", dedi kimdir olomon orasidan. "Bizning otchi", boshqasi gapga qo'shildi. "Bunday muttahamlarni shartta qo'lini kesish kerak. Pichoqni oling, Ravshanboy." Gap chuvalasha boshladi. Buning margi o'rma qamchi bilan gavron tayoq. Eski zamonda toshbo'ron qilingan. Hadibada aytishib o'tirmay militsiyaga topshirib yuboring. Topshirib ham ko'rganmiz, hammasining tili bir. "Nima deyapsizlar?" Yigit cho'ntagidan shapaloqday qora telefonini chiqarib, tersini olomonga qaratar ekan, "Ana endi kimning qanday gapi bo'lsa aytaversin. Men begonaning molini olganim yo'q." Davrada pichir-pichir boshlandi. Bu yana nima qiliq? "Videoga olyapti, kechqurun axborotda ko'rasan o'zingni." "Unda Jabbor Xo'jala kiming bo'ladi? Tog'angmi?" o'smoqchiladi Ravshan Karnay yigitning chap bilagini qattiqroq ezar ekan. "Nima bilganing bor o'zi? Chipjinglamasdan gapir." O'g'ri telefonini endi unga burdi. "Siz qo'limni qo'yvaring aka", dedi. "Men qochib ketayotgan joyim yo'q. Chaqiringlar, kelsinlar o'sha odam. Shu yerda gaplashamiz." Telefonni ko'rib Ravshan bo'shashdi. "Polvonga telefon qilinglar", amr etdi u odamlarga qarab. "Uyida bo'lsa tez yetib kelsin." "Qildim", tovush berdi do'ppili kishi odamlar orasidan. "Mashinada uchib kelyapti." "Assalomu alaykum", dedi eshakni chilvirini ushlab turgan yigit eski qadrdonini ko'rgandek. "Siz ham shu yerdamisiz, amaki?" Uning bitko'z o'g'liga ko'zini qisib qo'ydi. "Va alaykum", iddaoli javob eshitildi tobora qalillashib borayotgan tomoshatalab davra orasidan. "To'yni ertaroq boshlab yuboribsizmi, mehmon?" "Ha-da", chaynaldi yigit. "Yapon buni qayerdan taniydi?" "Tanimasa yapon bo'ladimi?" Yengil kulgi ko'tarildi. Davraga bir narsadan quruq qolgandek olchanglagancha barvasta odam kirib keldi. Yigit sezdi. Jabbor polvon deganlari ham, Xo'jala deganlari ham shu. Yuzlari yapaloq, do'ng peshona. Qalin tagcharmoq, matos qora yengil makasima, jinsiy shim, astarsiz jinsiy kostyum, ko'kish kepkasi to'laroq qomatiga yarashgan. Yuziga zerikishga o'xshagan horg'inlik, rayi qaytmagan odamning havosi urgan. Eshakni o'rab turgan qora-qura odamlar orani ochib unga yo'l berdi. "Ushladinglarmi ena g'arni?" dedi polvon hansirab. "Qo'lga tushdimi? Hozir qora kunini ko'rsataman. Kelib meni molimni o'g'irlaydimi bu muttaham? Siznikini tabarruk deganda polvon." Yostig'i yonidagi telefon uzundan uzun jiringlaganida shahardan tongda horib charchab qaytgan polvon qotib uxlab yotardi. Chap ko'zini arang ochib, zormandani zarda bilan qo'liga oldi. "Da, bozorga tez yetib kelmasangiz bo'lmaydi aka", degan tashvishli ovoz eshitildi. "Kimsiz?" "Nurxonman. Bir o'g'ri bola eshagingizni bozorga solib turibdi." "Nima? Eshagimni?" "Ha, hangingizni." "Qaysi bozorga?" "O'zimizning sho'r bozorga." "Hozir domla, telefonni qo'ymay turing." U turib, qalin pardalari tushirilgan deraza oldidagi stolda turgan monitorni yoqdi va mayda ekranchalar orasidan darvozani topib kengaytirdi. Ikkita ballonu qaqqayib turgan yolg'iz simyog'ochdan boshqa narsa ko'rinmadi. "Hozir militsiyaga telefon qilaman, ukam yetib boradi." "Menga qolsa bunday qila ko'rmang", dedi Nurxon muallim sirli qilib. "Moshinga o'tiring-da, to'g'ri o'zingiz keling. Masala ancha jiddiyga o'xshaydi. Begona aralashmagani durust." Bir hafta avval
Otdan baquvvat kuchugi bexosdan o'lib qolgandi. Endi eshagini o'g'irlashibdi. Bir kasofat aylantiryapti degan hadik xayolidan o'tdi. Qon chiqarib yuborish kerak. Monitordagi tasvirlarni ortiga qaytardi. Darvoza oldida yelkasiga kattakon safar xalta osgan novcha yigit paydo bo'ldi. Kepkasini qoshigacha bostirib olgan, muzeyda yurgandek darvoza-yu devorlarni bemalol tomosha qilib turdi. Keyin simyog'och tomonga yurdi, to'xtadi. Hangi unga qarab burildi va boshini silkitdi, chamasi pishqirdi. Yigit eshakka hadiksirab yaqinlashdi va sag'rinini mushukni silagandek sekin siladi. Yaramaslar to'ng'illadi uy egasi. Yana jabdug'i bilan qopdi. Kechasi yalang'ochlab qo'yinglar deb necha marta aytgan, necha marta jag'ini yegan. Yo'q, seni gaping mening po'chog'im. Gap kor qilmaydi. Salqin tunlar boshlanib yomg'ir yoqqani esiga tushdi. Qo'lini siltab qo'ya qoldi. O'g'ri engashib, eshakning oyog'idagi chilvirni yechdi va ustma-ust turgan qo'shbalon oxurning ustiga chiqib hangiga mindi. Besonaqay oyoqlarini beo'xshov osiltirgancha darvoza tagiga keldi. Kameraga qarab tirjaygandek bo'ldi. Kepkasini yechib, salomat bo'lsinlar qabilida xayr-xo'sh qildi. Polvonning eti muzlab ketdi. Sezdi, bu shunchaki hazil emas. Kimdir jig'iga tegish uchun ataylab qilayotgan ish. Oyog'ining ostida shuncha otulov, do'konlari, omborxonalari, dalada qancha mol-mulki ochiq-sochiq yotibdi. Hisobini o'zi ham aniq bilmaydi. Kelib eshakka ko'z olaytiradimi? Kuppa kunduz kuniya xumori tutgan birorta bangi bo'lsa kerak deb o'yladi u. Shunday bo'lishini istayotganini sezdi. Bangi bo'lsa ishi oson. Militsiyaga topshirib ikkinchi marta uyiga yaqinlashmaydigan qilib qo'yishi mumkin. Orqasida biror iblis turib, qasddan qutquv solayotgan bo'lsa, ish g'o'jali. Serqasham hovlining burjiga qantarilgan hangini ko'rib, hamma ajablanadi. Birovlar ochiqchasiga so'rasa, boshqalar kulib qo'ya qoladi. Qishloq joyda eshaksiz kun o'tadimi deb gapni qisqa qiladi polvon. Ota-bobosining bo'sag'asi eshakdan boshqa jonliq ko'rmaganini, shu jonivor eslatib turishini kimga aytib, kimga tushuntirsin? Bir paytlar Qopqanorda aravada dashtdan tashigan somon va xashakni Toshkentga yo'l puli qilib ketganini, institutga kirib o'qiganini aytaversang, bu gaplarga bugun kim ishonadi? Ishonsa ham eshakni tumor qilib, irim qilib yurgan odamning ustidan kim kulmaydi? Kulsa undan nari. U ahyonda ko'ngli ko'chalariga anduh qoralagan paytlarda eshakka mingisi keladi. Bu qilig'ida nimanidir qumsashmi, iddaomi, bodilikmi borligini ham biladi. Chorig'imni unutganim yo'q. Uzangisiz oyog'i yerga tegay deb qo'lida xalacho'p jonivorni yo'rg'alatib ketadi. Ko'rganlarning og'zi ochiladi. Hangining ustidagi anavi sellanglagan kim? Jabbormi? Yopiray, afandini yurishini qarang. Odamlarning shu angrayishi, hayrati uni ko'taradi. Biladi, o'sha kuni qishloqda hangoma ko'payadi. Jabbor boyini ko'rdingmi? Bir qarasam ukkag'arning bolasi hangisini choptirib ketyapti. Shu ketishda kimsasiz dalada uzoq aylanib yuradi. 2 satr qo'shiqni baqirib, takror va takror aytadi. Aytaveradi. Aytar ekan, ko'zlaridan oqqan yosh yuzlarini yuvib, yoqalariga tushaveradi. Ey sarviravon, nadur xayoling, jon o'rtadi vadai visolingga, vadai visoling. U ikkinchi qavatdan tushib, hayvondagi xontaxtada turgan ko'k choyni choynakning jumragidan simirar ekan, kalitga tirkalgan tugmachani bosdi. Oq Nexia'ning motori bosiq gurilladi. Qishloq orada shunisi qulay. Chang tuproq, o'ydim chuqur yo'llarni ko'rdim demaydi. Mashinaga o'tirdi. O'tirdi-yu, darhol qaytib tushdi. Oynalarigacha qop-qora, yaltirab turgan sersavlat Toyota Prado tomon yurdi. Anqayib turgan xotiniga imo qildi, darvozaning
yig'ma eshigi ko'tarildi. O'g'ri yalt etib Jabbor polvonga qaradi, lekin sini unchalik o'zgarmadi. Qovog'i solindi. Polvon taqqa to'xtadi. Go'shtor yuzi oqarib, ikki lunji osilib tushganday bo'ldi. "Sen kimsan?" dedi. "Qaysi yurtning odamisan?" "Xudoning bir bandasi", tap tortmay javob qildi yigit. Ravshan uning bilagini bo'shatib tislandi. Noqulay jimlik cho'kdi. "Qayerdan bo'lardim?" "Toshkentdanman." "Tanimadingizmi?" "Shuncha yo'ldan mening eshagimni..." Polvon chaynalib qoldi. "O'g'irlagani keldingmi?" "Sizni bola boqishdan ko'ra eshak boqishga usta deyishgandi, kelaverdim." "Kim aytdi bu bema'ni gapni?" "Buvim." "Buvisi aytganmish. Valdiramay avval hujjatingni ol bu yoqqa. Hozir o'sha buvingni ko'rsatib qo'yaman." Shu gapni kutib turgandek, yigit darhol simobiy kurtkasining ichki cho'ntagidan qizil jildli pasportini chiqardi. Polvonga uzatayotganida orasidan kaftdek rasm sirg'alib, do'ppili odamning loy tekkan etigi oldiga tushdi. Keyinchalik yigit suratni hujjatning orasidan ataylab tushirib yuborganini va buni uzoq o'ylab topganini, hatto mashq qilganini aytadi. "Bu o'zimni tanitishimning tez va har qanday shubhadan xoli yo'li edi", deydi. Etik egasi suratni olib, nimdoshgina kostyumining bilagiga artgan bo'ldi. Sinchkov o'g'li bo'ynini cho'zgan edi, tirsagi bilan tiqilma degandek turtib qo'ydi. Xira tortib qolgan oq-qora rangli suratdan kulchi yuzli, atlas ko'ylakli, ko'zlari katta-katta qiz qarab turardi. Yonida parcha gulli ko'ylagining kalta yengidan mushaklari taram-taram o'ynab turgan baquvvat yigit. Qiz shirin jilmaygan, yigitning ikki urti osilgan. Suratning orqasida ayol kishiniki bo'lsa kerak bir tekis mayda yozuv. Cho'yanjon bilan Toshkent 17-may. Do'ppili kishi rasmni polvonga uzatdi. Suratni ko'rib, Jabborning rangida rang qolmadi. "Voy, ukka g'arning o'liyi. Voy, bolasi tushmaguray", deb yubordi. "Shu itib ham hazil qiladimi?" Ishtoni loyga to'lgan go'dakday joyida chayqalgancha shumshayib qoldi. Atrofga sarosima bilan ko'z yugurtirar ekan, do'ppili odamga qarab qarib qichqirib yubordi. "Nurxon domla, buni endi nima qilamiz?" dedi madad so'raganday. "Bu yigitni begona desak, o'zimizdan ekan-ku. Mana boshpurtiga ham Jabbor o'g'li deb yozilgan. Chiqing, biror nima deng endi." Nurxon domla chap qo'li bilan ensasini siladi. Ko'zlari mug'ombirgina yaltirab turgan o'g'liga qaradi. Bola bilardi, otasiga so'z tegsa to'xtatish qiyin, saqichdey chaynaydi. Kechqurun horib, charchab yostiqqa yonboshlaganida, "Savil, bizning og'zimiz bir ochilsa yopilish qiyin-da", deydi. "Ikki jag'im shovshab, boshim guvillab qoldi. Nima qilaylik? Muallim zotiga tekkan kasallik." "Chiqing, bu yoqqa bir nima deng endi", qistardi polvon. "Siz bilmagan gap bormi, Nurxonjon?" Ikki ko'zi piskadek yapon buva Nurxon domla yigitning yoniga kelib, qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. "Yaxshilar", deb gap boshladi. Majlisda so'z olgan notiq kabi, gavdasi xiyla nozik bo'lsa ham, yengil xirillagan ovozi ancha salobatli edi. "O'zini ko'rmay telefonda gaplashsangiz, tog'day odam bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Bu yigitga men Sahar Mardonda duch keluvdim. Ko'zimga juda issiq ko'rindi. Ko'rkam yigit ekan deb havasim keldi. Jabbor akaning uyini so'radi. Aytdim. Endi bu yerda ko'rib turibman." U tomog'ini qirib oldi. "Bu yigit otingiz nima edi, mehmonjon?" Yodgor degan siniq ovoz eshitildi. "Yodgorjon ukamiz, Jabbor akamizning jonday farzandi, pushti kamaridan bo'lgan o'g'li."
Ko'rib turibsizlar, ota-bola hovuzning bo'yida o'sgan qo'shterakday bir-biriga juda o'xshaydi. Farqi otasi sal yo'g'onroq, bug'doy rang. To'g'rimi? To'g'ri, deb gurilladi olomon. Ikkovi ham naynov kulgi ko'tarildi. Nurxon domla atrofiga alanglab turgan o'g'lini chaqirdi. Murodboy, beri kel bolam. O'spirin taltaygancha davraning o'rtasiga chiqdi. Eshakni minda zang'illatib borib joyiga boylab kel. Bolaning kaftekkina beti bujmayib ketdi. Tomoshaning qizig'ini tashlab ketish malol kelgandi. Otasi uning qulog'iga engashib nimadir deb shivirladi. O'g'li hangiga bir sapchib mindi-da, sag'riniga chilvir bilan yaxshilab tushirdi. Qo'rning orasi ochilib eshak davradan qutulganiga quvonganday yo'rtib ketdi. Hazır bo'l deb tayinladi ota. Ana senga, dedi kimdir. Ana senga demang. Hayot siz u biz o'ylagandan ancha murakkab, ancha chigal. Bandasining bosgan hamma qadami to'g'ri, aytgan hamma gapi chin bo'lavermaydi. U shoshilmasdan sinfda o'quvchilarga navbatdagi mavzuda dars o'tayotganday bir maromda gapirardi. G'o'jala ishlar, ishkal gaplar kimning boshidan o'tmagan. Yaxshi degan a'molimiz ba'zan burnimizdan buloq bo'lib chiqadi. Jabbor polvon qishloq xo'jalik institutini bitiray deb qolganida men pedinstitutning filfakida 2-kurs o'qirdim. Unda bunda qishloqdoshlar ko'rishib turardik. Yodgorjonning onasi akamiz bilan qo'ltiqlashib yurganiga 2-3 marta ko'zim tushgan. Bo'yi akadan pastroq bo'lgani bilan juda bama'ni qiz edi, sabohat opamiz. Yerdan ko'zini uzmay turgan mehmon og'ir xo'rsindi. Valadi zino, dedi kimdir. Bu gaplarni qo'ying Nurxonboy. Pachakilashib o'tirish kabiri ziyon. Yigit boshini ko'tarib gap egasiga qaradi. Echki soqolli, chuvakkina odam ekan. Soqolini sanasangiz 8 ta chiqadi yo chiqmaydi. Yo'q, taqsir, dedi Nurxon muallim. Bandasini durustroq bilib bilmay, tanib tanimay yomonotlik qilmaylik. Izzai mo'min harom deganlar. Foli baddan tiyilib, ko'nglimizni kengroq qilaylik. Gumon iymondan ayiradi. Hammamiz ham g'ofil bandamiz. Nurxon muallim burnining ustigacha terlab ketganini sezdi. Echki soqol unga tahqirli nazarini yashirmay qarab turardi. Ikkovi bir-biriga ko'ngil qo'ygan edi, dedi muallim. Burchmulla degan tog'larga birga chiqib, bir qozoq mullaga nikoh o'qitganini ham bilamiz. Rahmatli Sabohat yangamiz Jabbor polvonning juft haloli edi. Qozoq mulla haqidagi gap savqi tabiiy esiga tushib ketganini o'zi ham sezmay qoldi. Chamasi taqsirning tussiz gapi alam qildi. Gaplari tobora ma'rakadagi amri ma'rufga tortib borayotgan muallim so'zini ishonch va ilhom bilan davom ettirdi. Taqdir ekan, bola tug'ilgan u ona bandalik qilgan. Ona bechoraning yuragida tug'ma dardi bor ekan. Jabbor akamiz go'dak o'g'lini izladi. Men guvohman hammasiga. Izladi. Izini topolmadi. Topsayam tug'ruqxona deysizmi, go'dak xona deysizmi? Bola qayerdaligini unga hech kim aytmadi. Qarindosh urug'i go'dakni bu elga, bu cho'l u biyobonlarga berib yuborgisi kelmadi chog'i. El biladi. Jabbor akamiz ayolmand odam. Xudoyim 8 yo'q 6 qiz berib merosxo'rga zor qilib qo'ygan edi. Bu yog'ini so'rasangiz bizga bergani 4 tagina o'g'il, tilloga zormiz. Nima deysiz? Falakning ravo ko'rgani. U 6 ta deb Jabborning Qarshida No'g'ay hamshirani xufiyona nikohiga olib, undan ham 2 qiz ko'rganini yashirdi. Mana endi norday yigit Yodgorjon ukamiz otasini topib kepti, dedi Nurxon. 4 muchasi sog', g'ujiri, insofi bor ekan. Barakalla.
Birodarlar, o'zingiz ayting. Bir go'dakning otasiz, enasiz odam bo'lishi osonmi? Yodgorjonning boshidan ham alam o'tgandir, azob o'tgandir. O'tmasa, eshak jonivorni shu bozorga solarmidi? To'g'rimi, Yodgorjon? Yerdan ko'zini uzmay, gapga quloq berib turgan yigit boshini bilinar bilinmas irg'ab qo'ydi. Hozirgina uni toshbo'ron qilishga tayyor turgan olomon yigitning ko'zlarida yosh ko'rdi. U yelkalari silkinib unsiz yig'lardi. Ko'z yoshlarini tiyishga, to'xtatishga urinardi-yu qo'lidan kelmasdi. Darsga kechikib kelgan boladek qisinib, qimtinib turgan Jabborning qovog'i osilib, shashti butkul so'nib bo'lgan. Cho'kib qolgan. Uyalishini ham, quvonishini ham bilmay bir o'g'liga, bir odamlarga javdiraydi. Nurxon muallimning unga rahmi keldi. Sirasini olganda rahm qilgulik. Jabbor bechora kayfi oshsa, mudom ko'ziga yosh oladi. Domilla, bizga qarg'ish tekkan. Shuning uchun Xudo o'g'ildan qisdi. Jonim uzilsa, lahatim ustiga tuproq sochadiganim yo'q. Yodgorjon, o'g'ri emas, birodarlar, ovozini bir parda ko'tardi muallim. Ravish raftori aytib turibdi. Yodgorjon, ota enasiday ma'nili yigit. Negadir o'yladi, 100, 200, balki 500 yil avval ham bandalari shu yerda, shunday alpozda bir-biriga bejo qarab turganmikan? Turgan degan xulosaga keldi. O'sha zamonlarda ham bozor bo'lgan, ot ulov, eshak sotilgan, orasida o'g'risi ham, to'g'risi ham, g'ari ham bo'lgan, yana 100 yildan so'g'in ham bo'ladi. Bu dunyoda rost gapning, g'o'jalasiz odamning, ishkalsiz kunning o'zi yo'q. Yapon yana andavaladi, dedi kimdir hafsalasi pir bo'lganday. O'ru jarni borini buldozerday tekislab, andavalab tashladi, qoyil. Ustiga gulam ekib qo'ydi, havasing keladi. Yigitchilik, itchilik. Borini aytib Jabborning aybini oshkor qilsam, birov menga orden berarmidi deb o'yladi Nurxon muallim oqshom ko'rpaga kirib yotgan edi. Yigitchilik, itchilik. Bo'lar ish 30 yilcha burun bo'lgan, lekin polvon o'g'lidan, qaynonasidan birrov xabar olsa o'lib qolmasdi. Ishining xomi shu. Shuni bila turib, tovuqqa o'xshab go'ng titishimi shartmidi? Titganingda nima obro' olarding, Nurxon? Jabborning domla bir nima deng deb yolvorgani, shu go'ngning, ko'rgilikning ustiga tuproq tortib shibbalab tashlang, ko'ming degani. Ko'ming aka, hech kim hech qachon ocholmasin. Polvonning eddor yelkalari silkingandek bo'ldi. Jabbor aka, siz shukr qiling. O'g'lingizni bag'ringizga oling. Polvon hadiksirab o'g'liga qaradi. O'g'il otasiga. Ular bir-birini sog'inib yurgan qavm qarindoshdan ko'ra uzoq arazdan so'ng yarashayotgan qo'shnilarga o'xshab ketardi. Ota o'g'lini bag'riga bosdi. Ko'nglining bir chetida quvonch bo'lsa, boshqa kunjagida xavotir, hadik, begona sirash. Sezilib turardi, kimlardingdir ko'zlari yoshlanganday bo'ldi. Barakalla, dedi Nurxon muallim olomonga qarab. Endi tarqalaylik. Hammasi yaxshilikka. Jabbor shoshib qolgan edi. Mullaka, dedi echki soqolli odamga qarab. Bir iltimos bor. Xo'sh, polvon uning qulog'iga engashdi. Peshingacha deb so'radi mulla yuzlari yorishib. Mayli, bir yo'lni qilamiz. Siz boshlayvering. Rahmat. Endi u Nurxon muallimning qo'lini mahkam qisdi. Rahmat. Bopladingiz aytgancha. Ho'kizingiz hali pul bo'lmadimi? Yo'q. Qancha go'sht qiladi o'zi? 150 dan kam emas. Bir to'yni ko'taradi, nima edi? Qancha so'rayapsiz? 10,5. Mendan 11 olasiz. O'g'illaringizga ayting, to'g'ri to'yxonaga yetaklab bosin, xo'pmi? Xo'p, lekin o'zingizni buqalaringiz ham bor edi chamasi. Biznikini qo'yavering, hali tobiga kelgani yo'q. Polvon o'zi durust odam-u,
Sal hovliqmaligi bor deb o'yladi Nurxon muallim. Yana shoshib qoldi. So'ng Ravshan Karnayning gali keldi. Jabbor uning kissasiga avval pul tiqdi. Ertaga peshinda qichqirib aytaymi? Qichqirib ayt. Qulog'i teshikning bari eshitsin. Ravshanning ham chiroyi ochilib ketdi. Bir zum merovsirab turdi-da, ikki kaftini og'ziga qo'yib karnay qildi va bozor oralab ketdi. Sho'r bozor deb na'ra tortdi. Sho'r bozor, so'zimga quloq sol. Gavjum bozor harakatdan to'xtab karnayga qaradi. Sho'r bozor deb hayqirdi tag'in. Bugun bozoringni qilib, kechqurun sarhaftangni jeda, ertaga peshinda Jabbor akamning zamin to'yxonasiga in. Xudoyi, oshingni jeb, duoyingni mo'lidan ber. Jabbor akaning o'g'li keldi. Sho'r bozor. Nurxon muallim tumsayib turgan yigitning bilagidan tutdi. Yodgorjon, endi uyingizga yuring. Biz sizni mehmon desak, mezbon ekansiz. Ham qarindoshingiz bilan tanishing. Shu qishloqning yarmi otangizning aka-uka, opa-singil urug' aymog'i. Elimizda Jabbor polvonday davlatmand odam kam. Bu yoq endi o'zingiz aytganingizdek to'y. Xo'p, yigit atrofiga alangladi. Otangiz hozir keladi. Kimlargadir telefon qilgani chetladi. Aytgancha, o'zingiz nima ish qilasiz? O'qiysizmi? Ilmiy ish qilyapman. Buni qarang. Balla jiyan, balla. Bizning qishloqdan ham professor chiqarkanda. Ilmiy ishingiz qaysi sohadan? Yuridika bo'yicha. Ha, yapon buvaning siyrak qoshlari bir ko'tarilib tushdi. Shunday deng. Durust. So'qim saram jonlanib, mehmonlar uy-uyiga tarqalgach, yolg'iz qolgan ota-bola yog'och zinalarni bir-bir bosib ikkinchi qavatga ko'tariladi. O'rtadagi xontaxta ustiga yozilgan oq-qizil katak gulli dasturxonda ikki oq piyola, bitta oq choynak. Ikkalasi ham choynakdan ko'z uzolmaydi. Darvozadan to'g'ri kirib kelavermabsan-da Yodgorjon, deydi o'pkalagandek ota. Nega shunday qilmaganimni o'zim ham bilmay qoldim, deydi yigit. Alam qilgan bo'lsa kerak. O'g'rining otasi degan isnodga qolishingizni istagan bo'lsam kerak. Bir qarashdayoq seni taniganday bo'ldim. Ko'zlaring onangniki ekan. Katta. Chehrang momoynikiday ochiq. Ovozing muloyim, yoqimli. Ishongim kelmadi. Ochig'i qo'rqib ketdim. Keyin xursand bo'ldim. Bu taqdirning bir hazili bo'lsa kerak deb o'yladim. O'g'lim, bu bola o'g'ri ekan deb cho'chidingizmi? Qo'ysangchi, bu noraso dunyoda o'g'irlik qilmagan odam bormi? Shuncha yil bizni izlamadingiz. Buvim o'limi oldidan berdilar shu rasmni. Ungacha adam qayerdalar deb so'rasam, doim otang o'lgan derdilar. Go'dayligingda mashinada halokatga uchrab o'lgan derdilar. Bugun kelib qarasam, siz baland devorning ortida mazza qilib uxlab yotardingiz. Uyingiz, joyingiz tayin. Men esa sizni izlab 1000 chaqirimdan kelgandim. Dasti yulduzga yetishi mumkin odam ekansiz. O'z o'g'lingizni izlab ham, temtinib ham ko'rmabsiz. Urinsangiz, meni, buvimni bir kunda topardingiz deb o'ylagan bo'lsam kerak. Toshkentga 1000 marta borib, bir marta hovlimizga bosh suqmabsiz. Bilmayman, bolam. Yuragim dov bermagan bo'lsa kerak. Ke bolam, endi gina qudratni qo'yaylik. O'tganlarning arvohi chirqillamasin. Onang rahmatli, men o'lsam, otimni atamang, unuting. Sizdan 1000 roziman deganda. Bolamni izlamang. Oyim baribir uni sizga berib qo'ymaydi deganda. Shu gapi, shu vasiyati miyamga qattiq o'rnashib qolganmi? Xudoyim biladi.
Men onangga va'da bergandim. Va'da? Ha, bu dunyoda har kimning boshida lafz degan sinov bo'ladi, bolam. Gapiga egalik qilolmagan yigitning yashashidan ma'ni yo'q. Men onangga bolangdan umidvor bo'lmayman deb lafz qiluvdim. Ana bu echki soqolli odamning gapini eshitdingizmi? Qaysi? Valada zino dedi. Qo'y, bunday bad gaplarni tilingga olma, bolam. Tiliga kuchi yetmaganlar sannayveradi. Ertaga ehson oshi bersak o'zi kelib xizmatda bo'ladi o'sha odam. Hali ko'rasan. Yapon buva aytgan gaplarchi? To'g'rimi? Qozoq mulla. Yapon buva aqlli odam. O'tirikdan yiroq. Echki soqolni 10tasini bir cho'qishda qochiradi. Meni izlab kelganing, topganing juda yaxshi bo'ldi, bolam. Bag'rim to'ldi. Ko'nglimni doim bir g'ashlik itday tirnar edi. Onang tushlarimga kiradigan bo'lib qolgandi. Oyim qanday ayol edilar? Faqat to'g'risini ayting. Farishtaday ayol edi. Ichidagi tashida ko'z yoshiday toza ayol edi. Ko'zlari cho'lponday edi. Buvim ham doim shunday derdilar. Oying rahmatli farishtaday edi. Yaxshi bo'lgani uchun erta ketdi derdilar. Seni buving katta qildimi? Ha. 2 yildan beri sizni topaman deb har kuni o'zimga o'zim va'da beraman-da, yana orqaga tashlayman. Keyingi hafta bayram o'tsin, hayit o'tsin, botin olmagan bo'lsam kerak. Mayli, bolam. Kechdan ko'ra kech. Buvim o'limi oldidan bor gapni aytdilar. Buving bechora aqlli ayol edi. Qo'y, ezilaverma, bolam. Bor mol dunyomi seniki, singillaringniki. Endi mazza qilib yashaysan. Endi birgamiz. Yo'q, men oldingizga mol dunyoyingiz uchun kelganim yo'q. Menga hech narsangiz kerak emas. Sizni topdim, ko'rdim, bo'ldi. Men Xudoga shukr, o'zimni kunimni o'zim ko'rib o'rganganman. Bunday dema, bolam. Aslo bunday deb ko'rma. Xafa bo'laman, ranjiyman. Tavba. Onangga tortibsan. Saboqatning ham mijozi to'q edi. Ertalab ostonangizda tong otishini, uyg'onishingizni kutib turish azob bo'ldi. G'azabim qo'zib ketaverdi. Otasiz, onasiz yashash qanchalar qiyinligini bilasizmi, ada? Bilmasam ham tasavvur qilaman, o'g'lim. Azoblar o'tib ketdi endi. Meni bepichoq so'ymajon bolam. Yig'lama. Yetimning otasi ko'p bo'ladi degan gapni eshitganmisiz? Ha, achchiq gap. Hozir qayerda? Kim bilan turibsan? Aspiranturada birga o'qiydigan bir farg'onalik o'rtog'im bilan. Mahallamiz buzilganida Qo'yliqdan 2 xonali kvartira berishgandi. O'sha yerda. Endi uylanish kerak. Ko'z ostingga olganing bormi? Yo'q, avval ilmiy ishimni bir yo'qlik qilay. Uylanish qochmas. Mo'ljaling qachon? Bahorda. Tashkiliy ishlari qolgan xolos. Durust. Ada, bir narsa so'rasam maylimi? Bilaman, so'raydigan gaping ko'p. Mayli, bolam, so'ra. Tortinmay so'rayver. Oyim bilan qanday tanishgansizlar? Siz talaba bo'lgansiz, oyim tikuvchi, yoshlari ham sizdan kattaroq ekan. Katta bo'lsa-chi. Payg'ambarimizni ko'z ochib ko'rgan jufti haloli Xadicha onamizni ham yoshi ulug'roq bo'lgan. Gap yoshda emas, ko'ngilda. Ota kaftlarini juftlab bukilgan bosh barmoqlari ustiga peshonasini qo'yadi. Ko'zlarini bir zum yumadi, xo'rsinadi. Ovozi titragancha taqdiri azaldan gap ochadi. Aytadi. O'zing ko'rib turibsan, men tupkaning tagidagi shu biyobondan, tuproqning orasidan chiqqan xabashday qop-qora, to'pori bola, oying rahmatli, poytaxtning erkak qizi, Gavhara. Tangri shuni ravo ko'rgan ekanda. Jabbor ayozli qish oqshomida sodir bo'lgan o'sha hodisani esga oladi. Yotoqxonada yashaydigan talabalardan tuzilgan drujina a'zolari oqshomlari juft bo'lib
shaharga navbatchilikka chiqardi. U sherigi bilan bir oqshom hadrada aylanib yurgan edi. Qattiq chinqiriq eshitiladi. O'sha tomonga chopadilar. Muyulishdan bir yigit otilib chiqadi. Qo'lida ayollarning sumkasi. Yugurib kelayotgan yigitlarni ko'rib taqqa to'xtaydi. O'ziga kelgunicha oyog'iga yegan tepkidan yerga qulaydi. Izidan pakanagini bir qiz pildiragancha yetib keladi. Sumkamni olib qochdi deb izillaydi qiz. Bezorini yerga bosib, qo'lini orqasiga qayradilar va dastro'mol bilan bog'laydilar. Sumkasini qaytarib olgan qiz dir-dir titrab yigitlardan nari ketolmaydi. Jabbor telefon budkasidan sim qoqib militsionerlarni chaqirib kelgach, bezorini ham, qizni ham mashinaga o'tkazib, ichki ishlar bo'limiga olib boradilar. Xat-hujjat to'ldirilib, ariza rasmiylashtirilgunicha tun og'adi. Boshliq qizni Jabborga topshirar ekan, ko'zini qisib qo'yadi. Eson-omon sog'-salomat uyiga yetkazib, natijasini menga aytasan. Xo'p bo'ladi. Ezg'irin izillab yotgan shaharda o'sha kezlari na yo'lovchi mashina, na taksi uchratasiz. Yayov yo'lga tushadilar. Qiz uni tinimsiz savolga tutadi. Yoshingiz nechada? Qayerdansiz? Uylanganmisiz? Keyinchalik Saboqat o'sha ayozli tunni, sumkasini olib qochgan bezorini, bo'mbo'sh ko'chalarni minnatdorlik bilan ko'p eslaydi. O'g'ri bolani umri uzoq bo'lsin, mushkulini o'zi oson qilsin deb duolar qiladi. U sumkamni olib qochmaganida men sizni uchratarmidim. Bu dunyodan so'qqa bosh o'tardim. O'sha o'g'rigina bolaga rahmat deb samimiy kuladi. Ayon bo'ladiki, tikish bichish shirkatida ishlaydigan qiz korxonasidan chiqib gastronomga kirgan va sariyog' olgan. Bekatda avtobus kutib turganida bezori kelib, bexosdan qo'liga chang solgan. Joni halqumiga kelib o'tirgan ona qizi bilan begona yigit kirib kelganini ko'rib o'kirib yuboradi. Ikkalang ham qotib qopsonlar degan gapni bot-bot takrorlab choy damlaydi. Yarmi zang bosgan tunuka, yarmi chetan devor bilan to'silgan omonat hovlidagi pastqamgina uyda gangur-gungur gurung bo'ladi. Ona bola Jabborga endi tez-tez kelib turmasangiz xafa bo'lamiz deb xayrlashadi. Yigit tabiiyki va'dani quyuq qiladi. So'ng tergov, so'roq, yuzlashtirish, sud. Yurakni ezadigan jarayonlar tugagunicha qiz bilan yigit yana ko'p ko'rishadi. Bir-biriga o'rganib qoladi. Oyog'ida doim poshnasi bir qarich poyabzal, Mulla To'rg'ayning kallasidek kichkina boshining tepasiga sochlari baland turmaklanib, ro'mol o'ralgan. Shunda ham bo'yi yigitning yelkasigacha kelmasdi. Oyoqlari, qo'llari, panjalari go'daknikidek ingichkagina, kaltagina, ko'kraklari qabariq qiz har gal Jabborni uyiga chorlaydi. Oyim chaqiryaptilar. Bormasangiz xafa bo'ladilar. Boradi. Dunyoga kelib topganim shu qiz. Shikast ovozda gap boshlaydi bir kuni. Og'ir vazmin, suyagi buzuq ona chiroqning xazin shulasida yolg'iz qolganlarida. Peshona ekan o'g'lim. Rahmatli erim nogironroq edi. 40 ga ham kirmasdan o'tib ketdi. Yashirmayman. Qizim chala tug'ilgan. Ukol dori parvarishning kuchidan, hamshiraligimning orqasidan odam bo'lib yuribdi. Sizni uchratgandan beri o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Uni gapning nishabini uylanishga olib keladi. Maryam xola, qishloqda uylanmagan 2 akam bor deydi Jabbor. Ota-onam bor. Bilaman, bolam, bilaman. Lekin siz yo'q desangiz, Saboqat uzoqqa bormaydi. O'lib qoladi. Sizdan boshqa na bir habibimiz, na bir tabibimiz bor. Hech kimning boshiga solmasin. Cho'kayotgan odam xasga yopishadi. Mardu maydon polvon yigit ekansiz. Qizimga, menga rahm qiling aylanay. O'tinaman. Rostini aytsam, sog'lom nasl qolsin deymiz. O'lgunimizcha duoyi joningizni qilamiz o'g'lim. Sen cho'yandan qora, cho'yanday baquvvatsan deydi Saboqat. 30 dan oshdim. Endi omadim kelsa, kampir o'lgan birorta to'qolga tegaman. Kelmasa, bu dunyodan xor-zor o'taman.
Borimni senga beray, borimni sen ol, Cho'yanjon. Polvonga ona bolaning tovoniga qolgandan ko'ra duosini olish afzal ko'rinadi. Baxt ash tavakkal. Keyin o'zbeklashib ketgan qozoq mulla keladi va kelin kuyov bo'lmishlarini ko'rib, ostonada to'xtab qoladi. Devday yigit jimitday shu qizning nimasiga uchdi ekan deb o'ylaydi chamasi. Kechasi ilkis ko'z tushgan odam tildan qoladi. Mulla labining tirishini arang yashirar ekan yigitdan so'raydi. Usta Shokirning qizi Sabohatni nikohingga olishga rozimisan? Roziman. Juft halolingni achchiq qamchi urmaslikka, 6 oy tashlab ketmaslikka rozimisan? Roziman. Mullaning tilovatidan yigitning dili ravshan tortganday bo'ladi. Keyin kaftdakkina hovlidagi pastqamgina uyning mog'or aralash ohak anqib turgan xonasiga ko'chib o'tadi. Oshnalarini hasharga chorlab, hovli devorini odam bashara qilmoqchi bo'ladi. Qaynona ko'nmaydi. Yo'q, ovora bo'lmang, yaqinda baribir buziladi, sinosga tushgan. Sen Cho'yanday qora, Cho'yanday baquvvatsan, deydi kelinchak. Borimni senga beray, borimni sen ol, Cho'yanjon. Yigit qizning ishdan qaytishini harorat bilan kutadi. Kelganini hovliga yoyilgan krasnaya Moskva atirining iforidan biladi. Shu bo'y dimog'iga ilinsa kuyovning vujudida bir titroq turar va ko'zini ko'r, quloqini kar, tilini lol qilib qo'yardi. Qosh qorayishi bilan eshik sekin ochilib, Sabohat kirar va ovozlari titrab qaqshab sas berardi. Cho'yanjon, Cho'yanim, o'zimning Cho'yanjonim. Qiz uni telbalardek sevar edi. Jabbor to'lin oy chiqqan kechalarda ayol kishi aqldan ozishini shunda sezgan. Devona bo'psan sen bola, deydi Jabborga otasi. Xotin siragan bo'lsang, qishlog'imizda qiz quriganmidi? Keyin juvon qayd qila boshlaydi. Vrachlarning fig'oni falakka chiqadi. Tug'sang o'lasan demaganmidik? O'lsam ham mayli, roziman deb tilxat berdim, deydi bo'lajak ona. Nogiron ayoldan sog'lom bola tug'ilsin. Men seni u dunyoda ham alqab yotaman, Cho'yanjon. Sabohat 1-2 hafta shifoxonada o'sal yotadi. Onasi uning boshida betiga qarab o'tiradi. Oy kuni yaqinlashganida kuyov dabdurustdan xayr ma'zurni nasiya qiladi. Menga endi ruxsat bersangiz Toshkentga qaysam. Bu nima deganing bolam? Shuncha tashvishni kim uchun? Nima uchun qilyapman? Yo'q, ertaga ma'rakada yonimda turasan. Meni ham do'st dushmanim bor. Seni ko'rsin, sen ham qarindoshlaring bilan tanish. Yo, ishing shunchalik zarilmi? Ja, zarilmas-u. Noqulay. Ta'tildaman. Yozi bilan qabul komissiyasida ishlagandim. Qabulga ham aralashaman de. Zo'r-ku. Qaydam bizniki yugur-yugur mayda-chuyda ishlar. Bitta yarimni universitetga kiritib qo'ya olasanmi? Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Sabohat ham shunday chesni edi. Onangga tortibsan. Qaydam? Xo'sh, nimaga haligacha ota deya olmay chaynalyapsan o'g'lim? Bilmasam. Osonmas. Endi o'rgan. Tortinma o'g'lim. Xo'p, ota. Otaning qulfi dili ochilib ketadi. Bilasanmi, onang bandalik qilmaganida ham baribir institutni tashlardim. O'zing o'yla, 5 yil o'qib qishloqqa qaytganim bilan agronomga ish qayda. Zamon chatoq, bo'yim uzun bo'lsa ham qo'lim kalta edi. Juda kalta edi. Ota naqlga o'tadi. Boshini qayoqqa urishni bilmay yurgan asov edim, deydi. Asov bo'lmay qayerga boray? Er yigitning ayol kishi qo'liga qarab qolgani, o'lgani. Devday bo'lsang-u, kechqurun uyingga, xotining oldiga 2 ta non ko'tarib kelishga qurbing yetmas. Aksincha, qaynonang bilan ayoling topgan osh-ovqatga, uy-joyga sherik bo'lsang. Bundan og'ir azob bormi dunyoda? Shunday kunlarning birida
Desantchi qo'shinlarda birga xizmat qilgan yahudiy oshnasi Sergey Furgal televizordan jo'shib gapirayotganiga ko'zi tushib qoladi. Moskvadan. Xabarovskda o'rmon xo'jaligining boshlig'i ekan. Telefonini bir amallab topadi. Tez yetib kel, menga juda keraksan, dedi oshna. Talaba yigit ariza yozib o'tirmaydi. Shartta samolyotga chiqadi-yu, uchadi. Oshna Jabborni o'ziga tan soqchi qilib oladi. Bir yil o'tar o'tmasdan o'zbekning balasi pulga ko'milib qoladi. Allaqachon xomtalash bo'lib ketgan o'rmonni istagancha kesib, istagancha yog'och sotishadi. Akalariga ketma-ket 2 vagon jo'natadi. Ular ukasiga Xabarovsk o'lkasiga piyoz, paxta, pulning betiga qaraydigan odam yo'q, hamma yoqda barter. 2 vagondan yapon buvaga ham 20 ta bola tegadi. Domla haligacha duo qiladi bechora. Rossiyada necha yil yurdingiz, so'raydi Yodgor. 6 yil g'irillab o'tib ketdi. 2 marta buvingga pochtadan pul jo'natdim, qaytib bordi. Keyin qo'ldan berib yubordim. Kampir pulga burilib qaramadi ham, dedi hojatbaron. Jabborga borib ayting, xotini ham farzandi ham yo'q, o'lgan umidini uzsin. Yo'lim tushib, onang yashagan mahallaning yonidan o'tib qolsam, haliyam yuragim qanchalar zirqirashini bilsang edi. Uzoq cho'zilgan og'ir, juda og'ir jimlikni o'g'il buzadi. U yoqda ham ukalarim, singillarim qolgandira, deydi. Xudo. Shuni so'ramasin-da deb turgandim, nigohini olib qochadi ota. Nima desam ekan? Bor deyishga tilim aylanmaydi, yo'q desam yolg'on bo'ladi. Tushunarli. Tushunganing uchun rahmat o'g'lim. Ha, ishimning xomi ko'p bo'ldi. Yahudiy oshnamni otib ketishdi. Mening yarim sonim yo'q hisobi, o'qtilib tashlagan. Peshonamdan o'rgilay. Kechadan beri senday o'g'ilni ravo ko'rgani uchun yaratganga tavallo qilib terimga sig'mayapman. Men sizni ko'rganimdan xursandman, ada. Ertasi kuni peshindan so'ng to'yxonaning oldida shunday suhbat bo'lib o'tadi. Maraka zo'r o'tdi, deydi Nurxon muallim. Yer yorilib odam keldi. Ota bola bir xil kostyum shimda tog'day bo'lib turganlaringni ko'rib, havas kelmagan odam qolmadi. Adam bilan shaharga ham tushishga ulgurdik. Bir vagon kiyim-kechak olib berdilar. Buyursin. Iloyo buyursin. Qalay? Qishlog'imiz sizga yoqdimi ish qilib, Yodgorjon? Yoqqanda qanday? Odamlari zo'r ekan. Sochiga qoralagan yigitni buva, juvonni momo deyishlariga qoyilman. Laqabsiz odamni o'zi yo'q. Ana sinchilik. Balli. Endi bizning uyda ham choylashing, Yodgorjon. Murod ukangiz bitta shirboz atab o'tiribdi. Shirboz deysizmi? Muallim kemtik tishlarini ko'rsatib kuladi. Ha, shirboz, qo'chqorcha. Murodboy ukangiz ham yurist bo'lmoqchi. Buni qarang, o'g'lingizdan zo'r isqvar chiqadi lekin. Olov yigitga o'xshaydi. Yodgor akamni etagidan mahkam ushlayman, deydi. Sizga sadoqatli shogird bo'lmoqchi. Rahmatli buvimning duolari ijobat bo'ldi. Ota yurtimni ko'rdim. Haligi nima edi? Eshakni erkagini nima degandingiz? Xangi. Ha, xangini ham ko'rdim. Endi tilini tishlab kuladi Nurxon muallim. Otangiz eshitsa xafa bo'ladi-ya. Hikoya tugadi. Nadur xayoling. Muallif Qulman Ochilov. E'tiboringiz uchun rahmat.